Avvalambor mana shu taklif uchun avvalo mana shu institut rahbariyatiga, xodimlariga minnatdorchilik bildiraman, olimlarga. Sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Xudo xolasa yana yaqindan tanishamiz deb o'ylayman. Chunki bugun juda ham xursand bo'ldim. Qilayotgan ishimiz mana hozirgi kundagi, ya'ni juda ham dolzarb masala va bugun juda ham yaxshi mana shu asosiy biologik yo'l to'g'risida gapirildi. Ismim Naimdek Samiyev, soham o'zi shifokorman, vrachman. Hayron bo'lmanglar, bu shifokor nima qilibdi, qishloq xo'jaligida deb. Bu narsaga 7 yil bo'ldi qattiq kirishdim qishloq xo'jaligiga. Bizning ustozimiz hammanglar taniysizlar, menimcha Bahodir aka rahmatli bo'lib ketdilar. Bahodir Boyjonov degan inson bilan ko'rishganimda juda ham taassurot olganman. Nimaga? Men o'zim hozir shifokor bo'lib 33 yildan beri tabobat bilan ishlab kelaman. Xalq tabobati, Ibn Sino, Tibet bilasizlar. Nima uchun bu narsani boshlaganim? Hozirgi meditsinada mana yosh kattalar biladi, Toshkentda 30 yil oldin 20 ta apteka bo'lardi, hozir bitta joyga borsangiz 30 ta apteka. 30 ta emas, hali 100 ta ham apteka degan joylari bor. Yoshligimizda dori bir 20 xil dori bo'lardi bizda, hozir bitta aptekaga kirsangiz 5000 dan 7000 xilgacha dori bor. Qizuqligi, onam vrach bo'lganlar, poliklinikada odam zoti kelmasdi o'sha payt, bo'm-bo'sh bo'lardi. Hozir любой poliklinikaga borsangiz bitta doktorga 40 ta odam. Nega unaqa bo'lyapti? Buni sabablari borki, men hozir bugun ham juda xursand bo'lib o'tirdim. Sog'liqni saqlash bilan qishloq xo'jaligi juda chambarchas bog'liq. Deyarli bir xil narsa-da, organizmga o'xshaydi. Mana shu hozir bugun yetib bergan o'simliklar, kasalliklar, organizm ham xuddi shunaqa. Shunaqa haliga yaqinda ham o'qidim, o'sha yapon olimlar topgan ekanki, o'sha o'simliklar ham tirik deganini isbotlab berishibdi. O'zidan energiya chiqarishi, himoya chiqarishi, bu to'g'risida yaxshi bir statya o'qidim yaqinda. O'sha ya'ni bu oxirgi yillarda mana shu kimyo ko'payib ketgani sabab bo'ldi. Doktorlar oxirgi yillarda ana shu firmalar bilan ishlab, bu narsani ochiq-oydin hamma joyda gapirilyapti, bilasizlar. Juda ham ko'p dori yozishyapti. Men viloyatlarga chiqaman hozir. Xalq tabobati bo'yicha dars beraman istada. Borganimda bolnitsalarda doktorlarga savol beraman. Dori yozasizlarmi? Hozir Alloh asrasin bir kasal bo'lib borsa 8 tadan kam dori yozmaydi, bilasizlar? Retsept. Yozamiz, kompleksda zo'r bo'ladi. Bu 8 ta dori organizmga kirgandan keyin bu hammasi kimyoda. Bular o'zaro birikmalar paydo qiladi. Xudo biladi, u ertaga nima chaqiradi. Nima bu ko'payib ketdi? Mana yosh kattalar biladi. Oldin onkologiya bormidi hoji aka? Mana yoshingiz kattaroq. Rak degan narsa bo'lganmi oldin? Bo'lmagan. Biz institut o'qiganimizda o'sha Taxtapulda onkologiya bor, oblastnoy viloyat odam zoti bo'lmasdi, bo'm-bo'sh bo'yotardi. Ministr Feruz Gafurovich Nazirov onkologiya direktorini turg'izib urushardi. Nimaga? Sanlarga davlat pul to'layapti, bitta ham kasallik yo'q debdi. Yaqinda detskiy onkologiyaga bordim. Bolalar onkologiya Chilonzorda joy yo'q. Jilik. Yosh bolalar, miyasi onkologiya, miyasida rak, suyagida rak, jigari rak, joy yo'q. Mana yangi onkologiyalar ochildi. Bu narsalar nimaga ozgina aytib berayotganim, hozir qilayotgan ishinglarni yaxshi tushunib olib, men qalbimdan sizlarga yetkazayotganim doktor sifatida. Nimaga men bu narsani boshladim? Prezidentimiz esinglarda bo'lsa, bir 2 yil bo'ldi adashmasam, hammanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak, detskiy onkologiyaga borganlarida ko'zlaridan yosh ko'rindiki, o'sha yerdagi bolalarni ko'rib, любой odam ko'zidan yosh oqadi. O yerdagi bolalar qiynalayotgan. Rak deymiz, o yerdagi qiynalayotgan bolalarni ko'rsangiz chidolmaysiz, baqirib yotibdi. Katta odam bo'lsa-ku chidaydi. Yosh bolalar dodlab yotadi o'tda, kimyosini. Ko'rib so'radilar, nimaga bunaqa rak ko'payib ketdi deganda, baraka topsin, o'sha onkologiyaning direktori, hurmatli prezident, ikkita sabab dedi. Bittasi sog'liqni saqlashda doktorlar palapartish dori yozayotgani, ikkinchisi qishloq xo'jaligida juda ham ko'p kimyo ishlatilayotgani deb aytdilar. Shundan keyin o'sha bir paytda o'zida prezidentimizning bir qancha farmonlari chiqdi. Sog'liqni saqlashni ham biologik yo'lga, xalq tabobatini o'rganish bo'yicha xabaringlar bor, institutda kafedralar ochildi va qishloq xo'jaligini ham biologik yo'lga o'tkaziladi deb farmon qarorlari chiqdi, xabaringlar bo'lsa. Endi hammanglar xabaringlar bor. Shuning uchun
hamma biladi, ana shu sabzavotlarda yeyotgan ovqatimiz, biza yeyapmizda ovqat. Ana shu hammanglar xabaringlar bor, bizadagi ko'p mahsulotlarni tarkibida nitrat, nitritlarni tarkibi juda ham miqdori ko'payib ketgan, bilasiz. Bugun eksport masalasini ham yechdi. Kasalliklar bor, qurti bor, boshqasi bor, lekin asosiy eksportda yo'qligini, pastligini sababi bizada mahsulotlarda kimiyani ko'pligi. Boya ana qizimiz aytdilar-ku, pestitsidlar, boshqachalar ishlatilganda kimyoviy yo'l. Bugun xudo asosiy biologik yo'l to'g'risida gapirildi. Shuning uchun bu narsani mana bu texnologiyani Bahodir akam aytib berganlarida men Bahodir akamga aytdim. Bahodir aka, siz o'zingiz bilmabsiz, nima qilayotganingizni dedim-da, chunki doktor emas-da, menga aytib berdilar-da. Texnologiya nima? Degani effektiv mikroorganizmlar degani. Bu narsa o'zi 1980-yilda Yaponiyada professor akademik Teruo Higa degan inson o'ylab topgan. Juda ham ko'p onkologiya ko'payib ketgan, ular ham o'sha nimasini tozalash uchun, yerini tozalash uchun, boshqa uchun mana shu kompleksni topgan. Effektiv mikroorganizmlar. Bu nima degani? Yerimizda, sog'lom yerda normal mikroflora bo'ladi. Mana insonda ham normal mikroflorasi bo'ladi, bilasizlar ichida. Hozir farzandinglar bo'lsa, sal shamollab borsa, doktor nima beradi? Antibiotik. Antibiotik nima qilyapti? Bakteriyalarni ham o'ldiryapti. Hali ichidagi normal mikroflorani ham o'ldirib qo'yapti. Lactobakteriya, bifidobakteriya hammasini qirib tashlayapti. Nima bo'lyapti? Hozir mana nima bilan gaplashdik? Mendan oldin chiqdilar-ku, nimada? Hozir Rustammi dada? Timur. Hozir aytayapti-da, shu problema katta narsa Turkmanistonda ham o'sha disbakterioz. Ichaklardagi disbakterioz. Sog'lom mikroflora o'lib qolgandan keyin o'rniga pustoy turmaydi. Patogenlar rivojlanib ketib qoladi. Himoya yo'qda. Sog'lom mikroflora nima degani? Bu sog'lom bakteriyalar patogenlarni o'ldirib turadi, qirib turadi, tozalab turadi. Bu bizning immunitet, odamning ichidagi bifidobakteriya, laktobakteriyadan interferon ishlab chiqariladi. Bu organizmda interferon vaqtida ishlab tursa odam kasal bo'lmaydi. Disbakteriozi yo'q odam uncha kasal bo'lmaydi. Bolalar nimaga kasal bo'lib qolaveradi antibiotik olgan? Ichagi buzildi-yu. Sal narsaga shamollaydi, yana doktorga borsa, yana antibiotik beradi. Dabdalasi chiqadi, bola kasal bo'laveradi, immunitet tushib ketadi. Yerda ham xuddi shu ahvol, ishonaveringlar. Yerga berilgan mana bu o'sha herbitsidlar bo'ladimi, pestitsidlar bo'ladimi, ximiya berilavergandan keyin yerdagi sog'lom bakteriyalar o'lib qolgan. Hozir ko'p joylarda yer o'lik, hammalar bilasizlar, professionallar. Normal mikroflora va mikrobiologlarimiz o'tiribdi. Yer o'lik holga kelib qolgan. Endi yerda disbakterioz bo'lgandan keyin boyaga gap. Zamburug' bo'ladimi, zang bo'ladimi, talon bo'ladimi, piston bo'ladimi, rivojlanib ketaveradi. Chiqayotgan o'simlik kasal chiqadi o'sha. Immuniteti bo'lmaydi. Unga kana ham yopishaveradi, boshqasi ham yopishaveradi. O'simligingizda agar immuniteti zo'r bo'lsa, baquvvat bo'lsa, ishonaveringlar, boyagi kanalarga o'zidan qarshi chiqarib turadi. Buni yaxshi bilsanglar kerak. O'zidan modda chiqarib turadi. O'simliklar bargidan uncha kana ham yaqinlashmaydi, ishonaveringlar. Covid bo'ldi, to'g'rimi? Mana Covid. Kim ketdi? Immunitet pastladi. Uncha Covid bo'lmaganlar qo'l ko'tarsin, menga bitta. Kim Covid bo'lmadi? Bo'lmaganlar. Qolgan shuncha odam bo'ldi. Coviddan o'sha immunitet past odamlarni olib ketib qoldi. Shuning uchun mana bizadagi mikroflora odamning ichidagi ko'pchilik o'sha antibiotik buzib qo'ygan-da, ko'pchilikda problema bor ichida. Bizada ham mana shu yerda bo'ladigan disbakterioz hozir mana shu o'simliklarning kasalligiga olib kelyapti. Texnologiya bu kompleks. O'sha yapon olimi o'sha 80-yillarda bitta narsani o'ylab topganki, buni know-how'si nima bo'lgan, kashfiyot. Bitta mahsulot ichida buni qaytarish qiyin, ko'p joylarda bor. Bu texnologiya lekin bunaqa emas. Bitta mahsulotning ichida ikki xil bakteriyalarni o'stira olgan. Ya'ni aerob bilan anaerob. Mana bu qiyin narsa.
O'shaning uchun M texnologiya hamma joyda rivojlanib ketgan. Bizda hozirgi kunda именно kompleks M texnologiyasi hozir 3 ta davlatdagina chiqadi. Yaponiya, Amerikada TerraHiga degan kompaniya bor, Yaponiyada Emro degan kompaniya bor va O'zbekistonda Gumi organik mahsuloti bor. 3 ta davlat. Qarshi chalsanglar bo'ladi bu narsaga. Ya'ni biza juda ham yuqoridamiz va bizani mahsulotga hozir butun dunyo qiziqtiryapti. Dunyo qiziqtiryapti-ku, lekin bizani ozgina yetkazib berishimiz kerak dehqonlarga. Xo'p. Demak, bu o'sha sog'lom mikroflora nima qilib beradi? Buzilgan yerlarga o'sha sog'lom bakteriyalar, mikroflorani kompleksini quyganingizda, ishlatganingizda, bu yerga tushganda mana shu turib tursin. Yerga tushgandan keyin o'sha yerdagi yig'ilib qolgan nitrat, nitrit bo'yiga rak chaqirayotgan, fosfor, hammangiz bilasizlar, fosfor gips degan problema bor qishloq xo'jaligida. Fosfor hozir bizlar meni gapim emas, buni tadqiqotlarda ko'rdim. Tuproqshular sog'liq instituti bergan tadqiqotda tahlillari bor. 150 yilga yetadigan fosfor bor ekan bizlar hozir yerda. O'simliklar qabul qilmaydigan formada. Qabul qilmayapti. Biz haligi dag'al formada. Lekin fosfor qo'shib urishadi yerga. Oxirida yer qotadi. Yer qotgandan keyin ag'daramiz, unga pul ketadi, pul sinib ketadi. Keyin yer qotgandan keyin nima qilish kerak? Suv ishlatish kerak. Ana sizga suv anaqasi ketadi. Isrof bo'ladi. O'shaning uchun mana bu o'sha ifloslangan yerga boyagi kimyo bilan yer ishlatilgan yerga bizani o'sha M texnologiyani ishlatganingizda bu bakteriyalar kirgandan keyin bular o'sha yerda yig'ilib qolgan nitrat, nitrit, fosfor, kaliy ortiqcha narsalarni bular yeydi. Bular uchun oziqa zo'rligi. Va o'zidan yegandan keyin hazm qilish kerak, hazm qilib o'zidan biologik aktiv moddalar, aminokislota, o'sha organik yerga nimaki kerak bo'lsa, o'zidan ishlab chiqaradi. Kompleks nima uchun zo'r ishlaydi? Bu tarkibidagi 80 dan ortiq bakteriyalar bular bir-biriga yordam beradi, ya'ni zo'rligi. Aeroblar kisloroddan oziqlanadi, kisloroddan olib azot fiksiruющий bakteriyalarimiz bor. Osmondan havoda bilasizlar-ku, 73% azot, to'g'rimi? Ana shu azotni olib selitra. O'zi selitra ishlatish kerak bo'lmaydi. O'shani ishlab o'ziga tabiiy azot, o'sha aminokislotalarni ishlab chiqarib, yerni boyitib, keyingi pastida turgan aeroblar yer tagiga kirib ketadi. Ana ularga keyin oziqa yana yetkazib beradi. Bular boyagini ishlab chiqarib, o'zidan CO2 gazini ishlab chiqaradi. Bu yerni ichidan mayda qilib zirivlab beradi, mayda portlashlar beradi haliga gaz. Bu uni hisobiga yer yumshab ketadi. Mana kecha bizdan gaplashdik, ko'rgan ekanlar videoni. Otabek 3,5 bir nimada Yangiyo'lda qotib ketgan, kasal tushgan bir teplitsani qilib berdik. O'sha videosi bor. Xudo xolasa bir ko'rasizlar, kimga qiziq bo'lsa tashlab beraman. 3,5 metrmi nima? Sobirjon? 3,5 metr armatura shunda kirib ketdi. Ishlatmagan joyga olib qo'ydik, 10 metr ham kirgan. 3,5 ga kirib ketdi. Hali yerni shunchalik yumshatib olganda haliga bakteriya. Bular singib ketaveradi. Maydalanib, ko'payib bir sutkada trilliardlab ko'payib ketaveradi. Sog'lom yerni sog'lom mikroflorasi hisoblanadi. Albatta uni ishlab chiqarish texnologiyalari bo'lishi kerak. Kecha bir Azimjon akam ko'rsatdilar, bir o'tirganda namiga bir hattoda bir video qo'yishdi, hindistonlik bir nimani hovlida deydi, bochkaga solib qo'yasizlar bu narsani deydi, unga sigirni siydigini solasizlar, bir bola 30 kun ushlab tursanglar deydi, M texnologiya paydo bo'ladi deydi. Shunaqa ham bo'ladi. Mumkin emas-ku, u yerda xudo biladi qanaqa bakteriyalar yana ko'payib ketadi. Texnologiyasi bo'lishi kerak. Zavod, mana bizda o'zimizning zavodimiz bor. Biza bir joylarga olib borganimizda albatta skladlarga beramiz. Sklad 8 gradusdan 15, maksimum 15 gradusgacha turishi kerak. Chunki bakteriyalar o'sha holatda, ilk holatda turadi. Keyin dalaga sepganingizda o'zini vaqti bor, o'sha suv bilan aralashtirib sepib borasiz, ana undan keyin bakteriyalar ishlaydi. To есть buni
o'zini spesifikasi, texnologiyalari hammasi bo'lishi kerak. Mahsulotimiz O'zbekistondagi barcha qonuniy litsenziya hammasidan o'tgan. Eski nomi Baykal edi, xabar esinglarda, hammanglar bilasizlar. Hozir biz rebranding qilib, ozgina olimlarni ishga solib, yana qo'shimcha ozgina modifikatsiya qilib, yana kuchliroq mahsulot ishlab chiqardik. Mana shu qisqacha ma'lumot, mana ko'rib turibsizlar, bu o'tgan yili paxtada hammanglar xabaringlar bor. Do'l urdi paxtani. Urib ketdi, faqat cho'p qoldi. Ana shu qaysi rayonda, maylisida nima rayon esida? Xorazm viloyati. Xorazm viloyatida. Qo'shko'pir rayonida. Shu yerda biz borib qilib berdik. O'sha ba'zi cho'plarni hammasini olib tashlaymiz degan, boshqatdan paxta ekamiz degan. Biz aytdik, shoshmay turinglar, biz qilib beramiz dedik. O'xshamasa, keyin kompensatsiya qilib beramiz dedik. Ana shu cho'plarning o'zida bir 2 haftada 10 kunda barglari chiqib, mana hosilni ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi hosil olishdi. Ham ishlatilmagan joyda ko'proq hosil olishdi va tezroq baravar yetib oldi haliga yo'l urmagan joydagi, demak, bizani ishlatgandan keyin paxta yetib oldi. Buni hamma ko'rdi, hukumatdan ham borib ko'rishdi, o'sha yerda hokimlari ham ko'rdi. Mana hozir bu yil yana davom ettiramiz. Xorazm, Qoraqalpoq sho'r yerlarida. Mana bu sho'r yerlarga juda zo'r mahsulotimiz, ular yeydi o'sha kaliyni, boyagi natriyni, ularga oziqa bo'ladi. Ya'ni sho'r yerlarni ham yumshatib, tozalab, haligi juda ham yaxshi nimaga olib keladi, holatga olib keladi. Xo'p, oladigan mahsulotimiz, demak, birinchi yilda beriladigan mineral o'g'itlarni 75% ga kamaytiradi. Ya'ni boyagi nimani, kaliy, silitralarni bemalol 75% ga kamroq ishlatsa bo'ladi birinchi yil. Ikkinchi yil yanada kamroq, uchinchi yil уже ishlatmasa ham bo'ladi. Ya'ni yerimizni to'liq silitradan tutib turamiz. Mahsul nima? Hosil kamida 1,5 barobar olinadi. Ishonib qo'ying. Bu narsa hozir hamma joyda isbotlanib, shu paytgacha Bahodir akam ham isbotlab kelganlar. Mana hozirgi kunda biz paxtada, g'allada qildik. Jizzax, juda ko'p viloyatlarda qildik. Mashalloh, natija zo'r. Juda ham zo'r bo'lyapti. Buni videolari, rasmlari kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol chiqasalar, biz tashlab beramiz. Kontaktlarni olinglar. Ozgina qisqacha ma'lumotlar to'g'risida tayyorlab keldik. Kimgadir qiziq bo'lsa, bunda chiqaringlarda. Birinchi nimada shunda turibdi qisqacha ma'lumoti va ishlatish usullari to'g'risida qildik, lekin kimdir agar ishlataman desa, buni albatta yoninglarda bo'lamiz. Bizada men ishlatadigan gap yo'q. Bizani mutaxassislarimiz borib o'zlari soprovождение qilib ishlatib beradi. Hammasini to'g'ri qilib berishadi. Hali xato bo'lmasin. Chunki mikroorganizmda bir xil quyoshga qo'yib qo'yish mumkin, to'g'rimi? Achib qoladi, boshqa bo'ladi, yo'q. Bizani o'zimiz spetsialistlar ustida turib hammasini qilib beradi. Shunda bizani ham ko'rimiz xotirjam. Xo'p, yana nima? Bu shunaqangi nimaki, bizani mahsulot o'sha Yevropada o'tkazilgan UNESCOda o'sha xalqaro tashkilot tomonidan Bolgariyada o'tkazilgan organik выставкада, ko'rgazmada eng katta oltin medalni olgan. Buni ham rasmlari turibdi, nimada ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ham qo'yilgan. O'sha oltin medalni olgan va tengi yo'q texnologiyada yana bitta oltin medalni qo'lga kiritilgan. 40 dan ortiq diplom medallar olgan. Ya'ni bu o'zi hamma biladigan narsa. Faqat endi ozgina bizda ham O'zbekistonda ozgina birgalashib harakat qilishimiz kerak. Yurursak bo'laveradi. Men ham yurursam bo'ladi. Hozir doktorman. O'zim ishimni qilaman. Institutda dars berib, doktorlarga dars berib yuribman. Yo'q. Bizlar doktorimizda biz kasalliklarni asoratini davolayapmiz-da, xo'jam. Lekin dehqonlar nima qiladi? Kasallik oldini olsaylar bo'ladi. Agar xalqimiz sog'lom, organik ovqat yesa, ertaga bolasi ham kasal tug'iladi, sog'lom tug'iladi. Bolalarda onkologiya deyotganim, ana shu homiladorlar ximiya yeb, bu yoqdan doktorlarning apteka dorisi, bu yoqdan mana bu ximiyalarni yeb bolasida onkologiya tug'ilyapti. Juda ayanchli holat, juda ko'payib ketdi. Shuning uchun hozirgi kunda prezidentimiz bekorga gapirmayapti bu narsalarni. Baraka topinglar, biologik yo'l yo'tinglar, ximiyani kamaytiringlar. Mana Xudoga shukr, bugun faqat biologik yo'l to'g'risida gapirildi. Shuning uchun bizning ishimiz yerni to'g'rilab berish. Yerni organik holatiga o'tkazib beramiz. Oladigan mahsulotinglar organik bo'ladi.
boyaga qizimiz aytgandek gilosingiz haligi $5 emas, $30 bo'ladi. Bizani fermerlar ishonaveringlar, agar O'zbekistonning mahsuloti organik deb chiqaradigan bo'lsak, turma qator bo'lib o'sha yevropaliklarning o'zi kelib oladi. Sot, bizga sotasan. Dehqonlarimiz shunchaga foyda bo'ladi. Ya'ni men nima demoqchiman so'zim oxirida, yana nimalar bor edi? Slaydlarni bitta qo'yib yuborsak bo'ladimi? Endi bu yerda o'sha boyaga men aytgan Emro va Teraganix degan kompaniyalar, bularni nima uchun bizada bular ozgina orqada, nima uchun bular bizadan ozgina chet ellarda, hozir выставkalarda bizadan ozgina orqada qolib ketayotgani, birinchidan masalan Yaponiyanikida mahsulotida, boyaga Emro mahsulotida 60 ta mikroorganizm turlari bo'lsa, bizada 82 ta. Bu bitta anaqasi plyus tomonimiz. Ikkinchisi 1 litri 3 barobar qimmat bo'ladi. Amerikaniki ham Yaponiyaki ham. O'shani bizlar narxda yutyapmiz hozir. Juda ko'p mana Hindiston yaqinda delegatsiyasi kelib ketdi. 5 ta sifatida o'sha bizlarning mahsulotni ishlatishyapti hozir. Ozarbayjon boshqa Yevropa davlatlariga juda ham qiziqishyapti hozir. Endi O'zbekistonda ham bizlar Bahodir akamning hurmatlari O'zbekistonda shuni qilaylik deyapmizlar. Bahodir akam doim ta'kidladi, birinchi o'zbek xalqiga dedilar. Shu ishlasin shu narsalardan aylantirasiz. Hop, bu yerda o'sha qisqacha nimalari bularni hozir men kimga qiziq bo'lsa bularni tashlab beraman. Hop, bu Turkiyada o'tkazgan bizani nimamiz, o'sha 275 sahifalik ilmiy ish bajarilgan bizani mahsulot bilan, o'sha eski Baykal M mahsuloti bilan mana 5 ta o'sha turk professorlari qo'l qo'ygan, juda ham yaxshi natija olishgan. Buni bizada damliklari bor, bemalol tashlab beramiz. 2017-yilda mana shu hurmatli prezidentimizga Bahodir akamning o'zlari prezentatsiya qo'yib berganlar va bir qancha hukumat qarorlari chiqqan bu masalada. Prezidentimiz bu narsa juda ham kerak narsa deganlar. Bu narsani hozir yana yetkazamiz inshaalloh. Keyingisi bu o'sha O'zbekistonda o'tkazilgan tahlillar juda ham ko'p. Mana bu yerda sal kichikroq ko'rinyapti, paxtachilik institutida o'tkazilganda u oxirgisi nazorat qilingan. Mana 57,1 gektardan 57,1 sentner paxta olingan. Bizada e'tibor bersanglar eng kami 85 va ko'pi 116 sentner olgan joyi bo'lgan. Bu paxtachilik institutidan berilgan xulosa. Bizada bor, o'sha pechatlari bilan hammasi bor. Juda ham yaxshi natijalar beradi. Hop, ana ustunligini endi hammaga yaxshi bilasizlar. Ana boyaga suv sarfi, ana ko'rasizlar, yerning yumshashi, o'zida namlikni saqlab qolishini hisobiga 30-50% gacha suv sarfini ham kamaytiradi. Keyingisi. Endi bu biohumus degan, bizani biokompost degan narsamiz bor. Bu narsa to'g'risida ham gapiramiz. Buni Arab amirligida qilganmiz. Agar kimdadir Arabiston yoki Saudiya Arabistoni qanaqadir nimalari bo'lsa, bemalol buni biz tashkillashtirib bera olamiz. Bu o'sha qoplar, ularga qumku uladi. Teplitsa qilib qopni o'zida biokompostda o'sib chiqaradi. Juda ham ajoyib. Keyingisi biokompost to'g'risida oz gapirmayman. Endi bizani o'sha shiorlar mana shu asosiy, demak, hosil bu shu sog'lom tuproq nimasi degan. O'sha Emiratda biz Al-Maktum ofisida borib, Bahodir akam bilan ko'rishib gaplashib kelganmiz. Mana shu qisqacha ma'lumot. Inshaalloh men nima demoqchimanki, mana shunaqa texnologiya boya aytgandek dunyoda 3 tagina sizlar peshqadam bo'lib qiziqqanlar, biz ilm beraveramiz, biz bekitmaymiz. Bizga mana shu sizlar O'zbekistonning 37 million aholi bo'lsa, mana shu o'tirgan 50 ta odam peshqadam odamsizlar. Qiziqinglar. Agar qiziqsanglar, biz hamma ma'lumot beramiz. Hamma video isbotlar bilan beramiz. Ko'ringlar. Hozir bu yerga isbotlar. Ko'ringlar, qiziqinglar, birgalashib qilaylik. Hammamiz bitta kanalda bo'lib, shu bilan ishlaylik. Maqsad yerni tozalab, yer O'zbekistonimizni organik qishloq xo'jaligi markazi deb chiqaraylik biz. O'zbekistonni inshaalloh. Turizm markazi bo'ldik, islom markazi bo'ldik, hamma narsa bo'ldik. Endi qishloq xo'jaligini ham organik bo'lgan joyda bo'laylik biz. Orqada qolib ketmaymiz. Rahmat hammalarga. Hozirda nima savollar bo'lsa bemalol hozir bersanglar beringlar. Bo'lmasa bemalol, ustoz bemalol. Savol birinchisi
Shu O'zbekistonda qancha gektarga ishlatilyapti hozir realizatsiyalar? Hozirgi kunda endi to'liq men bilmayman. Bizani mana ukalarimiz yaxshi bilishadi. Nimani o'zida, Jizzaxni o'zida qancha hozir примерно ishlatdik? Ispitaniyani o'zida bir 3000-5000 gektargacha hozir. 5000 gektargacha. Jizzaxni o'zida juda ham ko'p ishlatdik. BNB degan kompaniyani bilasizlar, juda katta kompaniya, holding bor, BNB, uni o'zini dalalari bor ekan, juda zo'r natijalar olishdi g'allada. Jizzax viloyatida o'zim borib ko'rganim ajoyib ekan natijalar, videolari bor. Boshoqlar pishgan, katta, keyin donalari, masalan, kontrol bitta fermer xo'jaligini o'zi bu tomonda bir 70 gektarda qildik, bu tomoni qilinmagan. Shunda olib qarasangiz, tanasi baquvvat, kasal yo'q. Donalari, bu yerda men video sport tashib beraman. Bu yoqda bir 12 ta bo'lsa, bu yoqda bir 24 ta. Bemalol. Bemalol. Reklamani eng yaxshisi amaliyotda ko'rsatganlar. Bu yoqda bog'imiz bor, bu yerda yerimiz bor. Bizda oktyabrda xalqaro konferensiya bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Agar shuni bizning metimizga, issiqxonaga, bu yerga keltirib qo'llaganlaringizda natija amalda xalqaro konferensiya oktyabr 20lariga mo'ljallangan. Oktyabr, noyabr oylarida endi xalqaro konferensiya o'tadi bizda. Xo'p bo'ladi. Yaxshi ish bo'ladi. Shuni yo'qotishga ta'siri qanday? Sinov o'tkazilganmi? Kasalliklarni yo'qotadi aka. Mana o'sha zamburug'lar, mana ko'p archalarga zamburug' tushadi, bilasizku, quritib yuboradi. Tegidan qoraytirib, mana shuni yo'q qilib yuboradi. Archalarda ishlatganmiz. Gazon, bu juda ko'p, buni ishlatadigan joylar ko'p. Keyin bir xil aytadi, bitta narsaga ishlaveradi aka. Tuproq borki, o'sha yerda demak mikroflorasini tiklaydi, bir o'simlikni immunitetini ko'taradi. Boyaga tabiiy, boyaga mikroorganizmlar tushgandan keyin ular o'zidan aminokislota, biologik aktiv moddalar ishlab chiqarishning hisobiga o'simligingiz bukrab ketadi. Mani savolim boshqa edi. Sho'r tuproqdan bo'laveradi. O'zbekistonda sho'r tuproq hudud katta. Mana Sobirjon ukamiz как раз Qoraqalpoqda ishlab keldilar. Mana shularga bir maqsad javob bersa. Savolingizga men javob beraman. Hozirda siz o'tgan masala bo'yicha haqiqatan biz Qoraqalpog'iston Respublikasida 1,5 oy o'sha yerda biz o'zimizni qo'ydik. Bug'doyda asosan bug'doyda bo'ldi. Keyin shundan hozir archalarni aytdingiz.